Samarali usul emas, lekin vaziyat shuni taqozo qilyapti. Gumondorman degan 25 ta so'zdan foydalanib darrov topib olaman. Nahotki. Sanab tur. Xayrli kech. Qurbon haqida ma'lumot uchun $100 to'layman. Kimga $100 kerak? Ye. Bu $100 emas-ku. Atigi $1 ekan. Xohlovchilar bormi? Xo'sh. $25 bo'ldi. Bundan nima foyda? Katta ko'ylakli yigit umuman qo'lini ko'targisi kelmadi. Demak, u bilgan narsasini hatto $100 ga ham aytmaydi. Hoy, katta ko'ylakli yigit, bu yoqqa kelchi.